Kecha quyganmiz, nalyonay bo'ldi mana ikkinchi etajga. Quruq zo'r bo'lib qoldi, tekis bo'lib xudo xolasa. Chiroyli bo'lib qoldi endi. Kraskasini berib, gilamni solib qo'ysak, xudo xolasa bo'ldi. Gilam ham tayyor inshaalloh. Kecha Turkiyoboddan Mirzoqodirdan ukalar kelib quyishgan. Birgalikda quyganmiz. Zo'r o'qib tekis bo'ldi. Birinchi etajni naqqoshlar tugatsa keyin qo'yamiz. Zo'r bo'ldi. Nihoyatda tekis chiqdi. Chala quruq bo'lib qoldi. Bir kunda qurib ketadi. Keyin tozalab qilamiz, xudo xolasa.